O'ziga yetiltirib, o'ziga yedirtirib yuboraman suvni. Ha, bitta qo'zg'oringchi, uchov bo'lgan, o'zi yetilib qolgan natijasini ko'rishsin. Kelganda qaysi holatda edi bu? Sal kamroqdan boshlanganmi? 20 kilo qurug'ini berardik. Birinchi boshlanganda. 30 kiloga chiqdi. Bunlari mana oldilari 3 oy bo'ldi. Bular yetildi. O'zi bozorga chiqishga tayyor hozir. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva bozori YouTube kanali qadrli obunachilari. Mana bugun biz Namangan viloyati Namangan tumaniga mana shu akamizni taniysizlar. Bugun obunachilarimizda akalar ko'p savollariga javob topgani, ya'ni qanday boqilyapti mana bu sog'liqlar akalar, sizlarga to'liq ma'lumotlarni xudo xolasa akamiz bilan birgalikda beramiz. Akamizni o'zlari uylarida boqib turgan akalar sog'liqlari ko'pchilik so'rashadi. Sog'liq necha oyda tayyor bo'ladi, nima yeydi, qanaqa ratsionda, hammasini hozir to'liq ma'lumotlar beramiz. Bu video syomkamiz siz uchun akalar foydali va manfaatli video syomka bo'ladi. Xudo xolasa video syomkamizni oxirigacha ko'rib turasizlar. Mana o'zimiz oddiy qishloq sharoitida, uy sharoitida qilingan qo'ra, bunaqa zamonaviy boshqa emas akalar. Buni xudo xolasa hozir nechta sog'liq boqilyapti, nima yeyapti, qancha daromad qiladi, necha puldan olib tashlangan, necha mahaliyda, qanaqa ukol vaksina qilinadi, hammasini xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni beramiz Abdullah akamizdan. Assalomu alaykum aka. Ahvol yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bugun aka reklama chiqarmaymiz. Valloh. Obunachilarimizga qarang, ozgina mana sog'liqlaringizni ko'p kommentariyada o'qiyapman-da. Sog'liqlarni qanaqa boqsam bo'ladi, nima bersam bo'ladi. Aka hozir qarang, pishirilayotgan yemlar haqida ham ma'lumotni berib ketamiz aka. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Boqib baraka topamanmi deb musofirda yurgan akalarimizga uy sharoitida bola chaqalari ham boqishaveradi, o'zlari bilishadi. Mana shuni mana qarang, tayyor. Qirqmaymiz ana. Mosh to'poni o'zi kelgan. Abdullah aka qarang, bir boshdan boshlaylik. Siz hozir bu yerda nechta boqyapsiz aka? Bu yerda hozir 40 tacha bor. 40 ta. 40 ta. Endi bu tomonlari endi sizlar savdodan qolganlarni tashlab qo'yasiz, to'g'rimi? Ostatkalar, qolib ketganlar. Mana. Tushmaganlar. O'zimizni misol uchun hozirgi kunda ko'pchilik qarang, bundan buyog'i salqin tushdi. Sovuqda endi misol uchun 1 oy, 2 oy, 3 oy boqib yetiltirish mumkin-da, to'g'rimi? Bo'ladi, ha. Badaniga qarab. Eti boshiga qarab. Hop, aka, bu 40 tasini qarang, sog'liqlarni bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Qachon tashlagan bular? Bular Alisher aka 2 oy bo'ldi. Bularga, ha. Bunlari mana oldilari 3 oy bo'ldi. Bular yetildi. O'zi bozorga chiqishga tayyor hozir. Mana bitta qo'zg'oringchi, 3 oy bo'lgan, o'zi yetilib qolgan natijasini ko'rishsin. Kelganda qaysi holatda edi bu? Kelganda shu 10 dan ham og'rig'idi-da. Ancha. Ariq qari sog'liq bular, ha? Ha, qari. Mana kerak. Yetilgan holat akalar bu. Endi buni misol uchun kelganda hammasini ko'ryapsiz, tumshuqlari oqarib, balodan chiqqan qo'ylarda. Dalani qo'ylari bo'lgan. Tumshuqlari oqarib, to'g'risini aytganda o'zi badaniga kelib qopti. Mana 3 oyda akalar qo'ydi, tayyor qilishibdi o'zi. Aka bunga qarang. Endi bu 3 oylik natija, lekin yaxshi deb o'ylayman aka. 3 oy zo'r. Yana bitta narsada obunachilarimizdan ko'p savol tushayotgan. Aka ko'pchilik beda, misol moshpiris, yering'oqpalar berishadi-da. Ko'pchilik silos bilan. Shu misol uchun silos bergan ma'qul deysizmi yoki bir quruq bergan ham ma'qul deysizmi? Alisherga berganga hammasiga yuqori ekan. Silos berib boqib turganda ham ko'ryapsiz, biz ham o'zimiz nima qilamiz? Yering'oqpalar, bedalar sal qimmatroq, to'g'risi. Buni imkon qadar arzon yem bilan yetiltirsangiz yaxshi. Foydasi yaxshi. Bu asosan foydaga boqiladi-da, to'g'risi. Hamma ishda ortida foyda bo'ladi. Daromad bo'ladi, daromad qilay deb qilinadi. Qo'chqor yo'qsa zotli qo'ylar bo'lsa, beda yering'oqpalar bersa bo'ladi. Bular bunalar arzonroq tushadi. Arzon. Bu nima bu hozir? Bu mosh to'poni, kamboydan chiqqani, qirqimaysan. Shunday olib beraverasiz, arzonroq tushadi. Mehnati ham yo'q. Abdullah aka qarang, endi bitta narsada, bitta qo'rada nechta turibdi hozir? Mana shu yerda 16 dona bor hozir. 16 ta. Buni misol kilitga qo'chqor o'xshab boqqan ham ma'qulmi yo yoqdan bu yoqqa yurib tursa yaxshimi? Shunday boqsa ham bo'laveradi, yaxshi effekt beraveradi bular. Joy menimcha bir 6 metr, 7 metrga bir 3 metr shekilli, 2,5 metr. 2,5 metr. 2,5 metr. Mana. Joylar ham agar silos bilan nam narsa bilan boqaman desa, imkon qadar joyini 3 metr qilish kerak. Silos bilan. Ha, bu silos bilan tagiga qach bo'lib ketadi. Silos ko'p. Ha, silos sal ko'proq siydiradi qo'ydi. Mana bular lekin bulardan ham bitta haydangchi aka. Bular 2 oy bo'ldi lekin. Ha, 2 oy bo'ldi. Mana shular 2 oy bo'ldi. Kelganda qolibdi. Anlar mana bitta yarimtasi shu ko'rsatil, shundan ham xarob edi. Bu endi sizga savdoga kelganga tashlab qo'ygansiz buni. Savdoga kelgan, olib kelamiz 100 ta 150 ta olib kelamiz, sotamiz, ichida qolib ketadi saralar. 5 ta 4 ta qolib ketadi, yangi partiya kelguncha uni ham yana sotuvga chiqarib, bega tiqib qo'yamiz. Lekin sizda assortimentdan qo'ylar bo'ladi? Ha, bo'ladi, pastda ham.
Mana keladi. kerak. 100 ta 150 ta bo'lib keladi. Bular ham badani sal badan olib qolibdi bular Ha, ham. bular ham endi 2 oy yem yeb qo'ydida. Yana bir Qanaqa oyda. tish ketgani ham ko'p buning ichida. Ha, past hammasi chiqib ketgan bular. Bitta ikkita yoshi bor, xolos. Endi aka bunga qarang, necha mahal ratsionda boqyapsiz endi? Ertalab kechqurun yemini beramiz, bir mahal, ikki mahal hashagini yeydi. Endi kelganda buni misol uchun o'zingiz bilasiz, haligi bir suyagi chiqayotgan holatda keladi, to'g'rimi? Suyagi. Dehqonchasi gapirganda bir-biriga suyanib keladi qo'ylar. Endi buni bir-biriga suyanib. nima bir ukol bu narsa qilganmizmi? Ukol endi albillarni chizganmiz bir qator, och qoringa chiqizib turib, ichki tashqi parazitlarga ukollarni qildirib Evermekdir, ha? Shundan qilib bir qator nima qilamiz-da. Licheniyasini ham 3 pat qilinadi-da, shunaqa? 2 marta, 3 marta qildirib qo'ysa zo'r-da. O'shanda yeb ichishdan qaytmaydi-a? Yeb ichishdan qaytmaydi. Qarang, o'zi yeyishi o'zi ularniki zo'r. Aka, bunday qilamiz aka. Buni eng muhim daromadida, berilayotgan yemida aka. Bu tomonga bitta o'tingda aka. Shu yemini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Aka, necha mahal boqyapsiz buni? 2 mahal, alshaka ertalab kechqurun yemini berib turamiz. Nechida misol uchun? Masalan, mana shular ertalab kechqurunga bir marta pishiramiz. Kechga pishirsak, kechga beramiz, shuni ertalabga beramiz, eskirib qolmaydi yangi. 30 ga 35 kilodan berda bug'doy makka qilib aralashtirib qaynatamiz. Pishgan holatimi yo? Pishgan. Yo'q, quruq holati. Pishgandan keyin u 50 kiloga ketadi. 50 kilodan o'tib ketadi. Pishgan holatida yetada bir 60 kilo yeydi ertalab kechqurun. Kepak ham qo'shib beramiz. 1 kilodan deganda. Kepak. Endi pishilayotgan bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana ko'rsatamiz mana. O'zi pishib ham qoldi shekilli mo'jallar. Pishib ham mana bugungi yemlarda xolos tayyor bo'lib pishib qoldi. Mana hurmatli tomoshabinlar, buni qarang, tagida suv bormi? Ha, bor. Tagida suv bor. Ko'p obunachilarimiz bor qarang. Mana juda issiq ekan, lekin bu yumshaydi-da. Ha, yumshaydi alishadi. Qarang, bu tagiga olib ketmaydimi? Yo'q, umuman tagiga olmaydi. Endi har kim har xil pishiradi. Suvni masalan o'ziga mana shu quruq holatida mana shu o'ziga yetiltirib, o'ziga yedirtirib yuboraman suvni. Ha. Ishadi shunda. Qancha gapirilganda dimlab beriladi. Ha. Dimlab, ortishtali suvni to'ldirib. Olov qanaqa past olovdami yo? Past olovda nima qilaveradi, sekin tortib nima qiladi. Past cho'q turibdi deganda bu, ha? Ha, cho'q. O'zini tezagi bu O'zini tezagi. O'zini tezagini olib chiqib yoqamiz. Mana kelar. Bu qo'zg'aydigan mana? Ha, qo'zg'aydigan. Mana. Bu qarang, mana. Jonivorlar mazza qilib yeydi-da buni. Rosa ovqataganda bu. Shu hammasi 2 mahalga yetadimi shu? 2 mahalga yetadi mana shu. Ertalabki berilgan, ertalabki berib bo'lingandan keyin zakotobga qilib qo'yiladi. Ha. Ertalabki ber. Shu kechqurun beriladi. Shuni ertalabga ham qoladi, kechasi. Ertalab yana zakotobga qilib qo'yilaveradi. Yozda ham kechqurun baribir aynimaydi. Makka bilan bug'doymi bu? Ha, makka bilan bug'doy. Bu 50 mi yo bug'doy ko'proqmi? Yo, bug'doy ozroq. Hozirdan bitta ikki narxi bir xil bo'lib qoldi-yu. Makka bilan bug'doy narxi bir xil beramiz. Agar masalan makka arzonroq bo'lsa, makkani ko'paytirib, bug'doy arzonroq bo'lsa, bug'doyni ko'paytiramiz. Lekin buni birinchi boshlanganda aka qarang, sal kamroqdan boshlanganmi? 20 kilo qurug'ini berardik. Birinchi boshlanganda 30 kiloga chiqdi. 30. Sekin-sekin qo'shib boriladi-da. Sekin-sekin yeyishiga qarab qo'shib borib, imkon qadar o'xir tozalab qo'yadigan qilib beramiz. Bo'ldi aka. Ichkariga daromadni ichkarida gaplashaylik. Buni qanchadan olgansiz, qanchadan sotasiz? Mana oddiy o'zimiz taxtadan kelar mana buni, lekin sotishadi tayyor holatda. Buni bitta plus tarafi bor, Alisher aka, kimdir hamma har xil boqadi. U 20 ta qo'yib suvarish ham qo'yish. Shu yemni shunday hashagini olamiz, yemni olamiz, suvni shunday kuyib qo'yib, suvni ichib qoladi. Ichib qo'yadi. Mo'ljallab kuyiladi. Suvni ichib qoladi, yana hasha solinadi. Tayyor. Ham suv o'xir, ham yem o'xir bo'lib qolaveradi. Ertalab yemini birinchi berib olib turib, keyin hasha solinadimi? Hay, biz yemdan ketamiz. Kimdir yemdan oldin hashag beradi. Asli bersangiz o'zgaraveradi buni. Shu makka bilan bug'doyni kepakka bo'lib berasizlar, ha? Kepakka aralashtirib beramiz. Xuddi o'zimiz dehqonchasi tushuntirganda oddiy o'zimiz ham faqat oshda, yo'qsa shashlikni o'zini yesangiz ko'nglingizga tegadi. U kepak o'zimiz dehqonchasi uchun non hisobida o'tadi. Shirin. Non hisobida o'tadi. Ko'ngilga tegmasligi uchun kepak qo'shib beriladi. Bu yerda nechta dedingiz hozir? Bu yerda 18 ta, 20 ta bor-da. Yo'q, общий. Общий 40 tacha bor. 40 ta bo'lsa, menga qarang. 1 kilodan ham ko'p berganda bir kunda. Yo'q, 1,5. 60 kilo ketadi-da. Hozir qarang, 30 kiloni 2 mahal yeydi-da, ertalab peshin qurib. 30 kiloni pishirsangiz 60 kilo 50 kilo bo'ladi. 1 kilodan ko'p berganda bir kunda 60 kilo bo'lsa, bitta chini kasada ikkita yeydi-da, bittasi. Masalan, 1,5 kasa qaynatilgan bug'doy bilan makka bo'lsa, yarim kasa kepak qo'shib beramiz. Ko'tarishiga qarab berilaveradimi shunday? Ha, ko'tarishiga qarab imkon qadar o'xir tozalab qo'yadigan holatda beriladi.
ortiqcha narsani to'q qilib bermaymiz biz. Endi to'qib qo'yib boqadi. Obunachilarimizga to'g'risini aytganda, yangi tashalganda ozroqdan boshlanganda yo srazi bosib yuborilganmi? Yo'q, ozgina-da, masalan, mana shu qo'ra o'zimizni 15 kilolik paqirda bir paqir yerdi. Kepak emas, lekin pishirib berganmisizlar boshidan? Ha, pishirib, kepak aralashtirib beramiz. Kepak обязательно qo'shib berish kerak. Mana shular sir bo'lmasa, narxi nech puldan sotamiz endi buni? Alisher aka, bularni qancha go'shi bor deysiz? hech yo'q. 40 kilodan go'shi bormi? 40 kilo atrofida 4 milliondan 4,5 milliongacha olaveradi-da. Hozir olishi. Endi siz eng pastini hisoblayapsiz, to'g'rimi? Kelishingiz. Endi biz joyiga keltirib sekin shashmay 40 kilo go'shi bo'lsa ham, misol, so'liqli go'shini 100 mingga olsam, 105 mingga olsam, 110 ming olishgan taqdirda ham 4 million, 4,5 million, 5 millionga yaqin bo'lar ekanda. Bitta yarimtasi 4 million ketsa, u yog'i 4,5 shunday ketadi. 4,5 5 gacha endi oldida, to'g'rimi? Ha, shunday. Qarang, bu qanchadan olib tashlagansizlar endi buni? Buni Alisher aka, hozir obunachilarimiz olishadigan bo'lsa, qanchadan olishadi? Endi masalan biz hozirgi dalni momentda qimmatroq. Biz endi 2,5 oy oldingi narxni aytamiz. Unda arzonroq edi. Yana hozir bu oydan keyin Madinaga tashlasak, bu narxda esa 2,5 oydan keyin yana inflyatsiya oshyapti. Yildan yilga buni masalan biz o'zgartirib 1 million foyda qo'ysa, inflyatsiyani o'ziga ham 200 ming, 300 ming qo'yilib qolyapti. Shunga daromad yaxshi bo'lib qolyapti. Mana qo'ydi oriqligida 2,5 million olsangiz, semirtirib sotganingizcha bu oriq qo'ydi narxi bu oriq qo'ydi masalan 3 millionga olib turib, ozini boqsam semizini 4 millionga bir hech qancha yemaydi-da. 200 ming, 300 ming nari ber deydi, 4 million bo'lar. Buni asosan soni foyda qiladi-da, Alisher aka. Soni. Masalan 40 ta boqsangiz 500 mingdan foyda qilsam 20 million daromad qilasiz. 3 oyda. O'rtacha hisobdan 2,5-3 oyda. Lekin balandroq ham bo'lishi mumkin, ha? Baland. Endi eng minimalni qo'y olishni bilmagan, sotishda ham arzon sotgan, ketin olishda ham qimmat olib, qimmat yemladi bersa hisoblanadi. Bizga o'xshab buni arzon tarafida boqsa, lekin men bitta narsani bilaman-da, qarang. Ko'pchilik aytadi, arzon yem deyshadi, lekin qarang, endi sog'liqqa, misol 3 oyda qanaqa yetadi bilmayman, lekin men emin qo'chqor boqqanligim uchun qo'chqorga qancha qimmat yem bersangiz, effekt tezroq semirishi ham bor, u tomoni ham bor. Shunda endi sog'liqqa bo'lmaymi, endi qo'chqorga berilyapti, makka bug'doyni beramiz. Hashaga ancha razil saqladi. Alisher aka hozir yer yong'oq balardi, ishonsangiz 50 ming, 60 ming ham olib 50 ming, 60 ming taroziga qo'ysangiz, u yer yong'oq balar 30 kilo chiqmaydi. 15 kilo chiqadi. Kilosiga hisoblaydigan bo'lsangiz, yemdan qimmat tushadi. Yer yong'oq balar, bedapalak, asosan hashagidan ko'ra ham, hashagini ham berish kerak, lekin yemiga e'tibor berish kerak. Hashagan bu o'zimizni qisqacha aytganda, uni taqqaslab bo'lmaydi, bular ko'yniga tegmaydi-da yem. Ekman hal bersangiz ko'yniga tegmay, yemni ham yo'radi. Oshqozonni yaxshi aylantirib beradi. Lekin qarang, sizga agar mabodo nomeringiz pastga qo'yib qo'yamiz, murojaat qilishsa, shunaqa sovlinni topib berasiz. Bor, hozir ham sotuvda bor. Endi reklama chiqarmaymiz dedik boshida. Hozir 100 ta 150 ta bor bundan. Kishi yoshlardan bu eng qarilari. Kishi yoshlari bor 100 tacha. O'zisi ham bor. Hurmatli tomoshabinlar, kimgadir to'g'risini aytganda ozgina bo'lsa ham qanchadir ma'lumot bergan bo'lsa akalar, biz bundan xursandmiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting akalar. Sizga foydali videolarni akalar yana chiqarishda xudo xolasa biz charchamaymiz akalar. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, qanaqangi fikr nimasi bo'ladi? Fikringiz bo'ladigan bo'lsa, qanaqa qo'y boqishdan chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar fikringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Keyingi video syomkamiz shu haqida bo'ladi akalar. Bemalol kommentariyaga yozib, bittadan like tugmachasini bosib qo'yasizlar akalar.